Assalomu alaykum azizlar. Kunning ikkinchi yarmida qo'lim ham ishga bormay, butun nastreniyalarım tushib ketdi. FSB'ni agenti, o'zbek millati o'zbek, sobiq O'zbekiston fuqarosi Bahrom Ismoilov degan odam Amerikaga kelib joylashibdi. Joylashib battar bo'l, Amerika mening yurtim emas. Amerika qo'shni davlat. Lekin uni maqsadi o'zbek diasporalari orqali Kanadaga ham kirib kelish. Nima uchun bu sizga nima? Kirsa kirib kelavermaydi, qilsa qilavermaydimi? Sizga nima? Yo'q, o'zbek diasporalariga kirib kelib, ana shu o'sha FSB'ni ideyasini tarqatish. Chunki Kanadadagi o'zbek diasporalari moddiy qo'llab-quvvatlanmaydi O'zbekiston tomonidan. Bularga har doim bir narsaga rivojlanish uchun ehtiyoj bor. Bu inson doimo qo'lida pul bilan kelgan, o'sha FSB tomonidan buni rosa tayyorlab, rosa qo'liga pul berib jo'natishgan. Mana shu kelib hozir mana shu o'zbek diasporalari orqali Kanadada ham o'zini rus diversiyasini boshlamoqchi. O'zbek millatiga, o'zbek millatini pozor qilgan inson bu Bahrom Ismoilov qanchadan qancha o'zbekistonliklarni Ukraina urushiga, Rossiya tomonidan turib urushga yuborgan, Rossiyani pasporti uchun, Rossiyani puli uchun yuborib, qancha onalarni, bolalarini yetim qoldirgan, ayollarini tul qilgan bu inson bugun mana bizni tuproqlarimizga yaqinlashib kelyapti. Bu narsa bilan nima demoqchiman? Bu narsa bilan men o'zimni boshimdan soqit qildim ki mana shu xavfli inson bizni Kanadaga kirib kelayotganidan hammani xabardor qilish. Bu insonni kimligini, bu qanday urushga hammani da'vat qilganini buni hamma yaxshi biladi. Men shaxsan buni yaqindan kuzatib kelganman. Buni qilib olib borgan da'vatlarini, boshqalarini bu ekranda qilganlari boshqa va undan tashqari yuzma-yuz qanchadan qancha insonlarni bu Mariupolga yoki boshqa joylarga yuborganlar to'g'risida ma'lumotlar juda ham ko'p. O'nlab, yuzlab ma'lumotlar bor. Online, offline ma'lumotlar ham juda ham ko'p. Albatta, bu insonni Kanadaga kirib kelishi juda ham oson agardaki o'zbek diasporalari orqali kirib kelsa. Chunki buni millati o'zbek, undan tashqari Amerika Qo'shma Shtatlariga qanday qilib kirib kelgan? Albatta biz Amerikaning ichki ishlariga aralashmoqchi emasmiz, lekin kanadalik sifatida albatta bu insonni Kanadaga kirib kelishiga juda ham qattiq kurashamiz. Lekin shuni aytib qo'yayki, bugun o'zbekistonlik vatanparvarlar, o'zbekistonlik insonlar, millatingizdan qat'iy nazar, kim bo'lishingizdan qat'iy nazar, mana shu kirib kelayotgan xavfga ehtiyot bo'ling. Lekin bu inson bilan siz aloqa qilasizmi? Ayniqsa men o'zbek diasporalariga murojaat qilmoqchiman. O'zbek diasporalari O'zbekiston tomonidan qurilayotgan diniy muassasalarga, hammalariga, hamma joyda mablag'ga har doim muhtojlik bor. Shuning uchun agardagi shu inson tomonidan, mana shu Bahrom tomonidan qandaydir mablag' kiritiladigan bo'lsa yoki umuman notanish inson tomonidan qandaydir sizlarga mablag' taklif qilinadigan bo'lsa, albatta ehtiyot bo'linglar. Chunki buni orqasida baribir FSB turibdi. FSB buni orqasida turibdi, buni orqasida baribir Kanada va Amerikaning maxsus xizmatlari baribir turibdi. Ertaga sizlarga qandaydir mablag' o'tkazib, sizlarni ham bu yerda gunohkor qilib qo'ymasin. Bu insonni kimligini marhamat siz kirib ko'ring. Men barcha o'zbek diasporalariga, o'zimga yaqin insonlarni hammasiga xabar berdim. Facebook sahifamda ham buni hammasini yozib ko'rsatdim. Shuning uchun hammadan iltimos, mana shu o'zbek millatiga mansub FSB agentidan ehtiyot bo'lishinglarni men so'rab qo'ygan bo'lardim. Ha, ko'pchilik aytayaptiki, isbot qani? Men prokuror emasman yoki bo'lmasam Kanadaning maxsus xizmatlarining ishchisi emasman buni isbotlab berishga. Men faol sifatida ma'lumotni beraman, tekshirib ko'rish ularning ishi. Lekin men imonim komilki, bu insonni qanday insonligini albatta yaqin kunlarda bo'lmasa ham yaqin paytlarda biz albatta fosh etamiz. Lekin bu inson o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bugun Amerika bilan Rossiya yadro urushi yoqasida turibdi. Vdruk buni agenti Texasda paydo bo'lyapti.
va bu bemalol aytadiki, chunki bu osonlik bilan Amerikaga kirib keldi. Endi bu bemalol aytadi. Kanadaga ham boraman. Bu juda ham yaxshi bo'ladi. Qo'lida green kartasi bo'lsa, o'sha permanent resident bo'lsa, Amerika Kanadaga vizasiz kirib kelishim juda ham yaxshi bo'ladi. Kanadada osongina diversiya qilaman deb o'ylaydi. Ha, qilaman deb o'ylaydi, chunki bu o'zbek diasporasi orqali qilyapti. O'zbek diasporasining orqasidan hech kim, har bir rus orqasidan shubha bilan qarashadi, lekin o'zbeklarning orqasidan hech kim shubha bilan qaramaydi. Mana ko'ryapsizmi, qanchalik aqlli ish qilingan. Shuning uchun vatandoshlar, sizlardan iltimos, ehtiyot bo'linglar. Mani vazifam sizlarga aytib qo'yish. Ertaga shu inson tomonidan qaysidir proyektlaringizni finansirat qildirib, keyin ertaga dod deb qolmanglar. Iltimos, bizni oppoq Kanada yurtimiz, sof Kanada yurtimiz, soylarimiz, daryolarimiz, dengizlarimiz top-toza. Xuddi shunday qolaylik. Iltimos, ozgina bo'lsa ham o'zingizlarning xizmatinglarni, o'zingizlarning ehtiyotinglarni qilinglar. Sizlar uchun Obidxon Mamadaliyev Kanadadan sog' bo'linglar.